Moskovska oblastida ish qidirib yurgan aka-opa singilamiz. Mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Bugun bizda 200 ta odamga ish bor. Ya'niki har bitta skaladga 50 tadan odam kerak deganda, shunda 4 ta katta skalatimizda Moskovska oblast, Gorod Chexov, Narafamинск, Stupino и Sofino rayonlarida bizda ajoyib ish vakansiyalar bor. Videoni o'tkazmaymiz, videoni oxirigacha ko'ramiz, like bosamiz, komment yozamiz, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yamiz. Demak, boshladik. Birinchi ishimiz skalad Lamoda. O'zbek, tojik, qirg'iz hammani ishga qabul qiladi. 18 dan 45 yoshgacha Moskovska oblast patenti borlar. Xo'p, birinchisi Lamoda skaladi, stavkasi 4000 rubldan 7500 rublgacha. Yotoq, registratsiya, borib kelish, obed mutlaqo tekin. Bu Gorod Sofinoda joylashgan. Ikkinchisi, hop, skalad Detskiy Mir. Detskiy Mir skaladi bu yerda ham ob'yom 4700 rubl kuniga, 12 soat ish. Yotoq, registratsiya, obed mutlaqo tekin. Bu joylashgan, hop, Gorod Narafamинскda joylashgan. Bu Detskiy Mir skaladi. Demak, uchinchisi konfet upakovka qilish kerak. Ya'ni upakovchik kerak 18 dan 45 yoshgacha, erkak, ayol hammani Moskovska oblast, smenasi 3500-3800 rubl. Hop, Gorod Stupinoda joylashgan. Bu konfet upakovkasi. Hop, to'rtinchisi konfet upakovkada ham yotoq, registratsiya, borib kelish, forma hammasi obed kompaniya hisobidan. Undan tashqari yana upakovka ishi bor. Bu Moskovska oblast, Gorod Chexovda smenasi 3500-3800 dan ayollarning kosmetika mahsulotini upakovka qilish kerak. Ham erkak, ham ayollar. Bu yerda ham yotoq, registratsiya, obed mutlaqo tekin. Oyligi bir oyda 2 marta. Bu bitta kompaniyaning ishi. Ya'ni hammasida bir xil usloviya, hammasida bir xil oylik vaqtlari. Ya'ni bir oyda 2 marta, undan tashqari har hafta avans bor. Undan tashqari siz orqali bitta odam kelsa, har bitta olib kelgan siz orqali ishlasa odam 5000 rubldan plus bonus ham qo'shib berar ekan. Shuning uchun albatta kim mana shu ishga borsa, yaqinlaringizni chaqiringlar va albatta ularni ham savobini olasizlar va undan tashqari mana bu kompaniyaning bonusini ham olasizlar. Sog' bo'linglar, qolgan ma'lumotlar ekrandagi nomerlarda.